Bu videoyim sochi yog'liq va suxoy shampun ishlatadigan qizlar uchun. Обязательно oxirigacha ko'ringlar. O'zi kamgina video bo'ladi. Men o'zi 4 ta suxoy shampun, agar 5 ta bo'lmasa ishlatib ko'rdim O'zbekistonda. Birinchisi bu Urban. Qolmagan, lekin umuman hech nimaga foydasi bo'lmadi. Buni Turetga deb oldim, lekin hech qanaqa foydasi yo'q. Bekorga pullarni ketkazdim. Ikkinchisi buni yaqindigina magazinni olib ko'ring degani uchun olgan edim. Dionika, bilmadim, menga yoqmadi. Hozirga ishlatib ko'rsataman. Sochim hozir kirroq. Ko'rgan bo'lsanglar, belli nalot qiladi. Uzoqroq qilsam ham. Baribir tarab olishinglar kerak bo'ladi. Yana bitta ishlatib ko'rganim, men bitta rasmini qo'yib qo'yaman, chistay liniya. Bu ham fuflo, bekorga pullarni ketkazmanglar. Yana bitta ishlatib ko'rganim, uni eslolmadim. Xullas, hozircha men faqatgina Ashley Joy kompaniyasini, ili firmasi, ili brendi, bilmayman, uni ham rasmini qo'yib qo'yaman. O'shandan boshqa yaxshi suxoy shampun topganim yo'q. Bo'lsa, обязательно kommentariyalarga sizlar ham yozib qo'yinglar. Bye bye.